حييتم يا طالب العلية يا جاعلي لله كل نية. ولا أما بعد. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz muvahhid birodarlar va muvahhida opa-singillar, Allohning izni bilan tavhid darsliklarimizni davom ettiramiz va bugungi yetib kelgan bizning darsimiz 20-dars. Bu ham bo'lsa la ilaha illallohning shartlaridan, ki bu shartlar ham ya'ni shurutus sihha va bu shartlar ya'ni shurutus sihha ham deyiladi. Ya'ni shurutus sihha agar kimdaki bo'lmasa, mana bu shartlar kimdaki topilmasa, la ilaha illalloh deganligi unga hech qanday foyda qilmaydi. Va bu bo'lsa ham biz bitta-bitta buni sharhlab o'tyapmiz. Birinchisi ilm bo'ldi, keyingisi yaqin va qabul qilish, taslim bo'lish va yana ya'ni qabul qilish, taslim bo'lish, bo'ysunish va sidq. Va biz yetib kelganimiz 6-si bu ixlos. Ixlos kalimasiga ya'ni biz yetib keldik. Ixlos kalimasi uni ziddi ya'ni shirk bo'ladi. Ixlos deganda o'zi nima degani bu? Ya'ni lug'aviy ma'nosi ya'ni toza, pok, ya'ni bir narsani toza tutish, pok tutish va bir narsani birlashlik va ya'ni nopok narsalardan chetlanish, nopok narsalardan chetlanish. Ammo shar'iy ma'nosi bo'lsa, shariatdagi ma'nosi bu ya'ni ixlosning haqiqati shundayki, inson ya'ni qasd qiladi o'zini har bir amaldagi qasdi ya'ni shirkdan poklanishlik. Har bir amalini xolis Alloh subhanahu va taolaga qiladi. Va har bir amaliga, har bir ibodatiga, har bir niyatida ham ixlosun niyya, ixlosul amal deydi. Niyatida xolis, ya'ni niyatini Allohga ham bo'lsin, boshqasiga ham deb boshqani ya'ni sherik qilmaydi. Boshqani niyatiga ham sherik qilmaydi. Va shuningdek amalida ham فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Kimki agar Alloh bilan ya'ni muloqot qilishlikni umid qiladigan bo'lsa, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, ya'ni solih amallarni qilsin. وَلَا يُشْرِكْ, va shirk keltirmasin, bi'ibadati robbihi ahada, ya'ni Robbisiga ibodatda. Ya'ni buni albatta mufassirlar riyoga tafsir qilishadi. Riyo qilmasin ya'ni. Shuning uchun riyo ham shirkning bir turi. Shirkul asg'ar ba'zi holatlarda akbar bo'ladi, ba'zi holatlarda asg'ar. Agar amalning boshida kirib keladigan bo'lsa, bu holatda ya'ni akbar bo'ladi. Amalning boshidan kirib keladigan bo'lsa. Shuning uchun
biz hali mana bu darsdan keyin Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning shartlarini ham o'tamizda, keyin islomni sindiruvchilarni ham, ya'ni bundan keyin dars qilib o'tamizki, biz la ilaha illallohni aytgandan keyin, Muhammadur Rasulullohni aytgandan keyin, uni shartlarini bilib, uni mukammallashtirgandan keyin endi buni sindiruvchilardan o'zimizda tiyilishimiz uchun biz bu islomni sindiruvchi, la ilaha illallohni sindiruvchilarni ham bir chetkadan o'rganib chiqmasak, inson bunga tushib qolishligi ehtimoli judayam katta. Barakallohu fikum. Biz aytdikki, ya'ni ixlos, ya'ni bizni mana shu keyingi 5, ya'ni 6-chi sharti, la ilaha illallohning 6-chi sharti bu ixlosdir. Alloh subhanahu va taala bu yerda aytadiki, xo'p, Alloh subhanahu va taala bu yerda aytadiki, fa'budillaha muxlisa lahud-din. Ala lillahi-dinul xolis. Fa'budillaha, ya'ni Allohga, bas siz Allohga, u zot uchun diningizni xolis qilgan holatda, ya'ni ibodat qiling. Allohgagina, ya'ni dinni xolis qilib ibodat qiling deyapti. Ala lillahi-dinul xolis deyapti. Ya'ni din, ogoh bo'lingizki, xolis din yolg'iz Allohnikidir. Ya'ni yolg'iz Allohgina chin ixlos bilan ibodat qilinishga loyiq zotdir. Va unga, Alloh subhanahu va taolaga hech narsa va hech kimsani sherik qilishlik albatta durust emas. Kim agar Allohga shirk keltirsa, u mushrik bo'ladi. Misol, bir kishi kelib turib, Allohni diniga ham xizmat qilaman, Yahud Nasoroga ham xizmat qilaman. Bu, ya'ni bu mani yo'lim, tutgan yo'lim to'g'ri deydigan bo'lsa, bunday inson hali xolis dinni tushunmabdi. Va bu din xolis ekanligini tushunmabdi. Va bizning dinimizda albatta hech qanday bir kamchilik, hech qanday bir noqislik yo'q. Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakumul islama dina. Bugun biz al-yawma akmaltu lakum dinakum, biz sizlarning dinlaringni, ya'ni islom dinini komil qildik. Va ne'matimizni batamom sizlarga yetkazdik. Va mana shu din bilan sizlarga rozi bo'ldik. Shunga Alloh subhanahu va taolo islom dini bilangina, xolis islom diniga amal qilgan kishilardangina rozi bo'ladi. Bunga bir narsa, boshqa dinlarni "Vama yabtaghi ghayral islami dinan fala yuqbala min." Bu dindan boshqa din bo'lgan dinlar bilan amal qilgan kishilardan Alloh subhanahu va taolo hech ham ulardan qabul qilmaydi. Ularning amallarini, ularning ibodatlarini. Shuning uchun bu din xolis Allohgagina qilinadi. Va mana shu dinga amal qilayotgan holatda keyin boshqani shu niyatida, ixlosida sherik qilmaydi inson.
boshqani niyatida sherik qilmaydi. Ya'ni Alloh ham rozi bo'lsin, insonlar ham rozi bo'lsin deb qilmaydi bir ishni. Faqat ya'ni har bir niyatini, amalini faqat xolis Allohning rizoligi uchun qiladi. Va Alloh subhanahu va taolo boshqa oyatda aytadiki: "Va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din." Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Va men amr qilmadim ularni. Illa liya'budulloha." Ya'ni faqat Alloh subhanahu va taoloni ibodat qilishliklari ga man ularni amr qildim. Mukhlisina lahud-din, dinlarini faqat Allohgagina xolis qilishliklari. Ya'ni unga, kimga? Allohga. Va boshqa joyda ham Alloh subhanahu va taolo aytadiki, ayting, dar haqiqat men Allohga u zot uchun dinimni xolis qilgan holda ibodat qilishga buyurilganman. Zumar surasining 11-oyat. Va birinchi o'qigan oyatlarimiz bu Zumar surasining boshi, 2-3-oyatlar va keyingisi Bayyina surasi 5-oyat va Zumar surasining 14-oyatida ham Alloh subhanahu va taolo aytadiki: ayting, men yolg'iz Allohga, u zot uchun dinimni xolis qilgan holda ibodat qilurman. Ya'ni Alloh subhanahu va taolaga faqat biz dinimizni nima qilishimiz kerak ekan? Xolis. La ilaha illalloh deganimizdan keyin dinni xolis Alloh subhanahu va taolaga qilish kerak. Va Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda ham aytadilarki, Imom Buxoriy ya'ni rivoyat qilganlar, as'adun nasi bi shafa'ati yawmal qiyamah man qala la ilaha illalloh xolisan min qalbihi aw nafsihi. Ya'ni shafoatim bilan eng baxtiyor bo'lgan odam qiyomat kunida Imom Buxoriy Abu Hurayra orqali yana rivoyat qilganlar, Abu Hurayradan. Ya'ni shafoatim bilan eng baxtiyor bo'lgan odam chin ko'ngildan la ilaha illalloh degan odamdir. Mana bunday insonlar ya'ni Allohning payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shafoatiga ham ya'ni noil bo'ladi. Albatta inson borib qabrdan shafoat so'rashlik bu shirk bu. Ey payg'ambar, bizni shafoat qilgin, bizni shafoat qiling deb turib so'rashlik bu shirk bu. Ammo Alloh meni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shafoatiga noil qilgin deyishlik bu shirk emas. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shafoat qilishlikni agar kimki xohlasa, bu la ilaha illallohning xolislik bilan, xolis Alloh uchun bu la ilaha illallohni qabul qilishligi. Ba'zi insonlar la ilaha illalloh deydi, odamlar meni musulmon desin deydi. Munofiqlar misol uchun. Ularniki qabul bo'lmaydi. Munofiqlarda xolislik yo'q. Munofiqlarda ixlos degan narsa ularda hech ham ko'rinmaydi. Va ularni qilmishlari, ya'ni ularni amallari,
ularni xatti harakatlari hammasi ya'ni ixlosga zid bo'lgan narsadir. Shuning uchun ularda ixlos yo'q. Alloh subhanahu va taolo munofiqlarni aytadiki: "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar va lan tajida lahum nasira illa alladhina tabu va aslahu va i'tasamu billahi." Yaxshi eshitinglar. "Va akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin." Albatta munofiqlar do'zaxning eng tuban joyida, ya'ni eng pastki qismidadir. Va ular uchun biron madadkor topa olmaysiz. Hech kim ularni yordam qilolmaydi qiyomat kunida. Magar tavba qilib, o'zlarini o'nglagan va Allohga bog'lanib, dinlarini Alloh uchun xolis qilgan zotlar ana o'shalargina mu'minlar bilan birga bo'lurlar. Mana shu yerda ham shart nimada bo'lyapti? Birinchi illallazina tabu, birinchi tavba qilishadi va aslahu, o'zlarini isloh qilishadi va atasamu billahi, va Allohning dinida qattiq, ya'ni Allohning dinini qattiq ushlaydi. Va akhlasu dinahum lillah, va dinlarini Alloh uchungina xolis qiladi. Keyin ular mu'minlar bilan birga bo'la oladi. Va munofiqlar haqida gapirsak, boshqa mavzular ya'ni ochilib ketadi. Shuning uchun ya'ni Alloh subhanahu va taolo ularni mu'minlar bilan birga bo'lishlarini, dinlarini Alloh uchun xolis qilishlariga shart qilib qo'ydi. Kimki uni zohiran aytsa-yu, biroq xolis bo'lmagan bo'lsa, bas u mu'minlar bilan birga emasdir. Balki u jahannamning qo'yi, ya'ni qo'yi o'sha eng pastdagi joydadir. Shuning uchun ya'ni la ilaha illallohni aytishda dunyo istaklaridan birortasini riyo va sum'ani qasd qilmay ixlos bilan aytmoq ya'ni zarurdir, lozimdir. Va mana bu yerda ya'ni ixlosdagi mavzu va shubhasiz boshqa bir hadisda ham rivoyat qilinadiki, Utban radhiyallohu anhuning hadisida kelgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shu so'zlarining ma'nosidirki, shubhasiz Alloh jahannamga, ya'ni Allohning yuzini maqsad qilib Allohdan boshqa haq iloh yo'q degan kimsani ya'ni harom qildi. Kimki agar shubhasiz Alloh jahannamga Allohning yuzini maqsad qilib, man qala la ilaha illalloh yabtaghi bidhalika vajhallohi azza va jal, kimki agar la ilaha illalloh desa, unga faqat Allohni roziligini, Allohni yuzini istagan holatda aytsa, Alloh uni jahannamga ya'ni kirishini harom qiladi. Va mana bunday fazilatni kim agar xohlasa, la ilaha illallohga mustahkam turib, uni ixlos bilan agar kamchiligi bo'lsa, uni to'g'rilab oladi. Ixlosini to'g'rilaydi. Ixlos niyatda juda ham har kuni, har bitta amalda
yangilab turishligi zarurdir. Ixlos esa, ya'ni ibodatni yolg'iz Allohga qilish va biron narsani undan o'zgaga, xoh eng yaqin maloika bo'lsin, xoh yuborilgan payg'ambar bo'lsin, qilmaslikdir. Muhammad sallallohu alayhi va sallam, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ergashishdagi ixlos esa faqat uning sunnatiga va chiqargan hukmiga cheklanib, bid'at va xurofotlarni tark qilishdir. Shuningdek, insonlar qo'ygan qonunlar va odatlardan hukm so'rab borishni tark qilish ham ixlos hisoblanadi. Zero bular shariatni buzuvchilar bo'lib, kim bu qonunlarga rozi bo'lsa yoki ular bilan hukm qilsa, muxlis ixlosli kishilardan hisoblanmaydi, balki bular mushriklardir. Barakallohu fikum. Mana bu edi bu ixlosdagi mavzu. Va 7-chi sharti, oxirgi sharti la ilaha illallohni, bu muhabbat. Muhabbatki uni al-munafi lil-bughd va yujibu ala al-abd أن يحب الله عز وجل، أن يحب الله عز وجل فيحب كلمة التوحيد ويحب ما اقتضاته. يعني Allah subhanahu va ta'aloni muhabbat, uni ziddi bu bug'zdir, yomon ko'rishlik. Misol, mushrik bo'ladigan inson shariatni biz navoqizlarni o'rganayotganda mana bu narsalarga to'xtalib aytib eslatib o'tamizki, shu navoqizlarning bittalari shuki, ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kelgan narsalarni yomon ko'rishdik. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga nima tushgan? Din tushgan, Qur'on tushgan, Allohning kalomi tushgan. Mana shu narsalarni yomon ko'rishlik, Alloh subhanahu va taolo o'zi ochiq oydin aytayaptiki, zalika bi anna Alloha zalika, ya'ni ular Muhammad surasi, Muhammad yo'q, Fath surasida, hozir subhanalloh ismga kelmayapti. La havla va la quwwata illa billah. Ular ya'ni yomon ko'rishlik, zalika bi annahum karihu ma anzalalloh fa ahbata a'malahum. Ular yomon ko'rishlik sababi bilan ya'ni dindan chiqishdi. Amallari habata bo'ldi. Nimani yomon ko'rishdi? Alloh nozil qilgan narsani, Qur'onni yomon ko'rishdi. Man abghada shay'an mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallohu alayhi va sallam walau amila bihi kafara. Kimki man abghada shay'an mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallohu alayhi vasallam, kimki agar yomon ko'rsa nimaiki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga kelgan bo'lsa, ya'ni shariatdan nimaniki yomon ko'radigan bo'lsa, bu garchi o'sha narsaga amal qilsa ham, mana bugungi kunda misol ko'p Tojikiston, O'zbekistonda biz ko'p kofirlarni shunday ko'rib turamizki, bular o'zlarini musulmon deyishadi, ammo dinni yomon ko'rishadi, soqolni yomon ko'rishadi, hijobni yomon ko'rishadi, namozxonlarni yomon ko'radi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam namozlarini yomon ko'radi va dindagi shiorlarni yomon ko'rishadi. Mana bunday kimsalar, bular hammasi kofirlardir.
Va bunday insonlar dinni yomon ko'rishliklari ularga hech qanday bir uzr yo'q. Shuning uchun shuning uchun bizda la ilaha illalloh degandan keyin biz mana bu kalimani yaxshi ko'rishimiz, bu kalimani ahlini yaxshi ko'rishimiz, musulmonlar, muvahhidlarni yaxshi ko'rishimiz, mushriklarni yomon ko'rishimiz, keyin bizni mana bu aytgan la ilaha illalloh ya'ni insonga foyda qiladi. Bo'lmasam bu hech qanday kishiga foydasi yo'qdir. Alloh subhanahu va taolo shunday deb marhamat qiladiki, Baqara surasining 165-oyatida: "Va minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah vallazina amanu ashaddu hubban lillah." Odamlar orasida shunday kimsalar borki, ular o'zgalarni Allohga teng bilib, ularni Allohni sevgandek sevadilar. Iymonli kishilarning Allohga bo'lgan muhabbatlari qattiqroqdir. Ya'ni inson o'zini Allohga bo'lgan muhabbatini agar sinayman desa, ya'ni men rostdanam Allohga muhabbatim bormi yo yo'qmi deb o'zini sinadigan bo'lsa va buni o'lchovini men qayerdan bilaykin, men Allohga muhabbatim bormikin yo'qmikin deb inson agar siqilayotgan bo'lsa, shu narsalarni topolmayotgan bo'lsaki, men qanday Allohni yaxshi ko'raman deyman, men mana shuni isboti bormikin degan savol unga tushsa, albatta buni bor. Alloh subhanahu va taolo Ali Imron surasining 31-oyatida aytdiki: "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni." Ey payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Alloh subhanahu va taolo aytdiki, ayting ularga. Kimga? Ana shu kishilargaki aytishadiki, men Allohni yaxshi ko'raman deydiganlarga ayting. Fattabi'uni, sengagina ergashsin. Senga ergashsin. Yuhibbukumulloh va yaghfir lakum. Alloh ularni yaxshi ko'radi va qarang, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ergashishlik bu Allohni yaxshi ko'raman degan da'voda sodiq ekanligini bildirishlik va darhaqiqat Allohni yaxshi ko'radigan kishilardan sanalishlik. Va buni evaziga Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, Alloh ham bunday insonni yaxshi ko'radi va gunohini kechiradi. Balkim hamma gunohini kechiradi. Yaghfir lakum zunubakum. Hamma gunohini kechiradi Alloh subhanahu va taolo. Allohu g'afurur rahim. Alloh g'afurur rahimdir. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo kim ya'ni xohlasa Alloh uni yaxshi ko'rishligini va Allohni sevimli bandalaridan bo'lishligini payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ergashishlik kerak. Biz hali yanagi darsimizda Muhammadur Rasululloh shartlarini aytganimizda qanday payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga ergashishlik qanday bo'ladi va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni iymon keltirishlik, biz ashhadu an la ilaha illalloh degandan keyin biz ashhadu anna Muhammadar Rasululloh deymiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamda ham payg'ambar ekanliklariga biz iymon keltirganmiz. Endi mana shuni biz qanday iymon keltirgan va biz qanday iymon keltirishimiz
va buni qayerdan bilamizki, biz to'g'ri iymon keltirganmi yo to'g'ri iymon keltirmaganmi? Har bir inson mana buni keyin o'zi solishtirib, hayoti bilan, aqida, e'tiqodi bilan mana buni solishtirib, o'lchab, o'zini holatini qay darajada ekanligini o'lchab olishligi mumkin. Chunki bu narsalarni saroy mullalar va abror Muxtorga o'xshagan blogerlar bular insonlarga bularni o'rgatmaydi. Bu topib olgan narsalari bitta narsa ulardiki. Bitta bahonasi. Bu arablarni, ya'ni qo'ygan shartlari, arablarni qo'ygan taqsimotlari va bu o'sha vahobiylik va boshqa deydi. Auzubillah. Holbuki bu har bitta shartlar Qur'on sunnatga asoslangan holatdagi narsalardir. Bu yerda hech qanday bir Muhammad ibn Abdul Vahhob yo Ibn Taymiya degan so'z ketmayapti. Faqat va faqat Allohu Rasuli sallallohu alayhi va sallam va sahobalar tushunchasi qanday tushunganliklari. Barakallohu fikum. Xullas biz muhabbat biz Allohni yaxshi ko'ramiz deganimizdan keyin biz bildikki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga ergashishimiz kerak. Endi boshqa dalillarni ham bitta zikr qilib o'tamiz. Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki: "Ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im." Ey iymon keltirgan kishilar, sizlarning ichingizdan kim o'z dinidan qaytsa, ya'ni murtad bo'lsa, Alloh boshqa bir qavmni keltirurki, Alloh ularni yaxshi ko'rur, ular Allohni yaxshi ko'rurlar. Ular ham Alloh subhanahu va taoloni yaxshi ko'radi. Ular mu'minlarga, ya'ni xokisor bo'lgan holatda. Azillatin 'alal mu'minin, mu'minlarga mehribon bo'ladi. Mu'minni oldiga takabburlik qilmaydi. Xokisor bo'ladi. Kofirlarga esa qattiq qul bo'ladi. Kofirlar bilan, ya'ni kofirni oldiga xokisor bo'lib, musulmonni oldiga geddayib takabburlik qilmaydi. Aksincha musulmonlarga rahmli bo'ladi, xokisor bo'ladi. Kofirlarga qattiq qul va ularning oldida aziz turadi. Bu insonlar Allohning yo'lida yujahiduna fi sabilillahi va la yakhafuna lawmata la'im. Bu insonlar Allohning yo'lida jihad qiladigan kishilardir. Allohning yo'lida tili bilan, moli bilan, joni bilan jihad qiladi va malomatchini malomatidan hech ham qo'rqmaydi. Malomatchini malomatidan hech ham qo'rqishmaydi bular. Alloh subhanahu va taolo xabar beryaptiki, ya'ni uning mu'min bandalari u zotga bo'lgan muhabbatlari qattiqroqdir. Buning sababi ular mushriklardan iborat u zotga muhabbat da'vo qilganlar kabi unga muhabbat qo'yishda birortasini sherik qilishmadi. Mushriklar esa Allohdan o'ziga, ya'ni tengdoshlar isbot qilib, ularni Allohni, ya'ni sevgandek sevdilar. Ya'ni insonlar Alloh subhanahu va taoloni qo'yib, boshqasini yaxshi ko'rib,
boshqaga muhabbat qo'ygandan keyin Alloh subhanahu va taolo va dindan qaytib ketgandan keyin Alloh ularni joyini albatta almashtiradi. Bunday insonlarni yer yuzidan tozalab, boshqa bir boshqa bandalarni keltiradiki, ular Allohni yaxshi ko'radi, Alloh ularni yaxshi ko'radi. Va boshqa joyda Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Alloh va rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum." Ya'ni la tajidu qauman yu'minuna billah, Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan qavmning Alloh va uning payg'ambari chizgan chiziqdan chiqqanlar bilan, ya'ni mushriklar bilan, garchi ular o'zlarining otalari yoki o'g'illari yoki og'a inilari yoki qarindosh urug'lari bo'lsalarda do'stlashayotganlarini topmaysiz. Ya'ni inson ya'ni bir musulmon kishi, bir muvahhid kishi, shunday muvahhid kishini siz topmaysizki, ular biz Allohni yaxshi ko'ramiz deb, va Alloh bilan rasulini dushmanlarini o'zini do'st tutayotgan insonni ko'rmaysiz. Shunday insonni ko'rsangiz, siz ochiq oydin unga aytingki, sen bir kazzobsan deng. Sen bir mushrik, najassan, chunki yolg'on aytyapsan. Alloh subhanahu va taolo aytyaptiki, yo'q, do'st bo'la olmaydi deyapti. Bu aytyaptiki, yo'q, men Alloh bilan rasulini dushmanini do'st tutsam hech nima qilmaydi deyapti. Barakallohu fikum. Shuning uchun, ya'ni Alloh subhanahu va taolaning dushmanlarini do'st tutgan kishilar musulmon emas. Bir davlat organ ishchilarini musulmon deydiganlar musulmon emas. Kofir, najas, yahud, nasorolarni musulmon deydiganlar bular musulmon emas. Davlatda ishlaydigan formachi xodimlarni musulmon deydigan odamlar bular musulmon emas. Bular hali kofir bilan musulmonni tanimabdi. Bular hali shirk, kufr bilan tavhidni orasini farqiga bormabdi. Garchi ular dunyoni barcha o'sha islom universitetlarida o'qigan bo'lsa ham farqi yo'q. Bu Allohning dini. Agar o'qigan bo'lsa, yana holatlari og'irroqdir. Yanada holatlari og'irroqdir. Shuncha agar ba'zi insonlar shuncha yil o'qiydi, shirk nima ekanligini tushunmaydi. Mushrik kim ekanligini tanimaydi, bilmaydi. Allohning qonunlarini qo'yib, boshqa qonunlarga muhabbat solib, shirkka ketayotgan tog'ut lashkarini tanimaydi. Bunday insonlar Allohning do'stini qo'yib, Allohning dushmanlarini do'st deyapti. Shirkni islom deb ko'rsatyapti insonlarga. Va bunday kishilar, bunday kofirlar bilan do'stlashgan odamlar bular o'shalardandir. Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Va may yatawallahum minkum fa innahu minhum innalloha la yahdil qawmal zolimin." Sizlardan kim ularni do'st tutsa, kofirlar, mushriklarni do'st tutsa, bir kofirni musulmon deyishlik uni do'st deyishlikdir. Bir Alloh va rasulini dushmanini musulmon deyishlik buni do'st deyishdir. Buni Alloh va rasuli
kofir degan Alloh rasuli buni dushman degan so'zlarga kofir bo'lishlik. Alloh rasuli na'udhu billah aytaveradi. Men uni musulmon deyveraman. Men uni do'st deyveraman deyishdan boshqa narsa emas bu. A'udhu billah. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki: "Va man yatawallahum minkum fa innahu minhum." Albatta bu oyat ya'ni yahudlarga tushgan misol. Kimki agar yahudiylarni o'ziga do'st. Ya'ni bu hukmi om buni. Har bir kofirni do'st tutgan odam kofir bo'ladi. Chunki o'sha qoida bo'yicha oyat agar ya'ni faqat bitta sabab, xusus, ya'ni la bi xususi sabab deydi. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi xususi sabab. Ibrat umumiy lafzidandir, xususiy sababidan emas. Bitta bir kishi kelib faqat yahudiyni aytgan, boshqa kofirlarni aytmagan-ku deya olmaydi. Chunki oyatning hukmi om, hamma kofirlargadir. Xuddiki Kafirun surasida ham Qul ya ayyuhal kafirun deganda Ibn Kathir ham rahimahulloh aytadilarki, ya'ni bu shamila kullu, ya'ni bu hamma yer yuzidagi kofirlarni o'z ichiga oladi deydi. Ya'ni har bir davr zamondagi kofirlar, yer yuzidagi kofirlar. Faqat bir Qurayshdagi kofirlarga tegishli emas bu deydi. Shuning uchun bitta oyatni biz o'qiganda ko'p bir adashgan toifalar aytadiki, "Ha yo'q" deydi, "bu faqat yahudlarga tushgan" deydi. "Bu bizni mana bu davrimizda hech qanday bir daxli yo'q" deydi. Bu holatda biz ya'ni ularni gapi bilan olganda majbur bo'lishadiki, ko'p oyatlarni mansux qilishlikka majbur bo'lishadi ular. Oyatlar ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davriga tegishli bo'lgan, bu Qur'on qiyomatgacha emas, balki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrigacha undan buyog'iga bu oyatlar ya'ni hukmi mansux bo'lgan ishlatilmaydi. Bular mana shunday deb Qur'onni inkor qiladigan bo'ladi. Ular Allohning kalomini maxluq deb bir marta kofir bo'lishdi, yana uni hukmlarini ham asta-sekin o'rtadan ko'tarishyapti. Va bular hammasi ana shu kofirlarning do'stlari. Bular la ilaha illallohda hech qanday muhabbati yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga muhabbatlari yo'q. Musulmonlarga muhabbatlari yo'q. Musulmonlar bilan aksincha qattiqqo'l. Musulmonlarni bor tuhmat, bor nafratini musulmonlarning ustiga yog'adi. Bu musulmonlar, bular terrorist, ekstremist, bular salafiylar, bular unaqa bemazhab deb musulmonlarni faqat yomonlashlikdan boshqa narsa emas. Ammo din, Allohning dinini himoya qilishlikda bo'lsa, faqat Allohning dinini bir chekkaga qo'yib, o'sha davlatdagi tog'utlarni bular faqat o'shalarni himoya qiladi. Kofirlarni himoya qilib, musulmonlarga qarshilik qilishadi. Chunki kuch hozircha u tomondada. Lekin bular bularni ustiga dunyoda fursat bo'lsa, dunyoda bir baloni yog'diradi. Ularni bir kasallik bilan, boshqa bir balolar bilan giriftor qiladi. Yo qiyomat kunida bu najas mushriklar abadiy jahannamda kuyadi. Bunday musulmonlarga dushmanlik qilib, Allohning diniga dushmanlik qilishliklari bilan. Mana bunday Allohning dushmanlarini, payg'ambarning dushmanlarini
do'st tutayotgan insonlar musulmon emas. Shuni yaxshi bilib olishsin. Bu Allohning dini bu. Bu bilan qarshilik qilayotgan insonlar tarixda ko'rildi oqibati nima bo'lganligi. Shunga har bitta qarshilik qilganlarda ham oqibati mana shunday bo'ladi. Barakallohu fikum. Oxirgi hadisda o'qiymiz shu bilan, ya'ni bu 7-shart ham yakuniga yetadi. Oxirgi hadisimiz shuki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Man kana Allohu wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar." Va boshqa rivoyatda va yakraha ya'uda fil kufri kama yakraha yuqdhafa fin nar degan boshqa rivoyatda ham keladi. Ya'ni bu hadisda Imom Buxoriy min hadisi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu 72 raqam bilan va Imom Muslim ham 66-raqam bilan rivoyat qilganlar. Hadis, ya'ni sahih hadisdir. 3 narsa borki, kimda kim shular bor ekan, iymon halovatini, ya'ni tatiydi. Iymon halovatini tatiydi o'sha inson. Birinchisi, Alloh va Rasuli unga boshqalardan ko'ra sevimliroq bo'lish. Birinchisi, Alloh subhanahu va taoloni hammadan yaxshi ko'rishligi. Alloh bir narsani qil desa qilish, bir narsadan man etilgan bo'lsa man etish, ya'ni o'zini tutish qilmasligi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam: "Va ma atakumur rasul fakhuduhu va ma nahakum anhu fantahu." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam olib kelgan narsani olish, nahiy qilgan narsalardan o'zini tiyishlik, o'zini tutishligi, qilmasligi va mana bu Allohning buyrug'i bilan yurishlik, Alloh qaytarilgan narsalardan o'zini tiyishlik, bu Allohni yaxshi ko'raman deyishlik, iymonda lazzatini tatidim degan insonga yaraydi, ya'ni. Ikkinchisi, biror kishini faqat Alloh uchungina, ya'ni yaxshi ko'rishi. Bir kishini yaxshi ko'rsa, al-hubbu fillah val bughdu fillah bo'lishi kerak. Ya'ni Alloh uchun yaxshi ko'rish, Alloh uchun yomon ko'rish. Alloh uchun yaxshi ko'rgandan keyin bir kishi bilan birodar bo'lgandan keyin inson Alloh uchun bo'lishligi kerak. Mol dunyo uchun, mansab uchun, kuchi uchun, boshqa dunyoviy maqsadlar bo'lmaslik kerak. Chunki dunyoviy maqsadlar bo'lgan narsalar tez orada bular insonning o'ziga ham ma'lum bo'lib qoladi va shu bilan sharmandasi chiqadi. Ammo Alloh uchun bo'lgan do'stlik dunyoda ham do'stlik bo'ladi va oxiratda ham do'stlik bo'ladi. Ya'ni oxiratda ham Allohning izni bilan birga jannatda bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin." Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu. Ya'ni birodarlar juda ham ko'p. Ammo u kunda, ya'ni qiyomat kunida bir-biriga dushman bo'ladi
magaram Allohdan qo'rqadigan kishilar. Ya'ni bir-birlariga dushman bo'lib qoladi. Chunki Alloh uchun bo'lmagan do'stlik ana shunday bo'ladi va Alloh uchun bo'lgan do'stlik judayam bu haqida sab'atun yudilluhumullohu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh 7 kishi borki, 7 toifani shulardan bittasi Alloh uchun do'stlashgan kishilarki, Allohni o'sha soyasi bo'lmagan kunda Allohning soyasida bo'lishadi. Yudilluhumullohu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Allohning soyasida ana shu soyasi bo'lmagan kunda ular Allohning soyasida turadi. Bular Allohning yo'lida do'stlashgan kishilar. Allohning dinida bo'lgan xizmatlarda til bilan, mol bilan, jon bilan hamisha yonida turadi. Bularning misolini biz sahobalardan ko'rishimiz mumkin. Sahobalardan ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun biz har qachon ya'ni Qur'on va sunnatni biz sahobalarda tushunchasi bilan tushunganlaridek deganimizda ba'zi xavorijlarni joni chiqadi. Chunki xavorijlar aqllariga ko'proq sig'inib yuradi. Aqli nima desa o'shani qabul qiladi. Sahobalar shunday zotlarki, ularning aqidasidan, ularning tushunchasidan Alloh rozi bo'lgan. Ularda bir xatolik bo'lsa, ular xatodan xoli bo'lmagan. Lekin ularda xatolik bo'lganda darrov vahiy tushib, vahiy nozil bo'lib, ularning xatoliklarini tuzatgan. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ulardan rozi bo'lgan. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki: "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Agar iymon keltirsanglar, ana shu sahobalar kabi iymon keltiringlar, keyin hidoyat topasizlar. Hidoyat topishlikning sharti sahobalardek agar biz iymon keltirmasak, har bir kishi o'zini tushunchasi, har bir kishi o'zini tushunganidek iymon keltirsa, bu xuddi Alloh subhanahu va taolo aytgandeki: "Va ma kana min indillahi va ma kana min indi g'ayrillahi lavajadu fihi ikhtilafan kathira." Agar ya'ni bu din, mana bu Qur'on Allohning kalomi agar min indi g'ayrillah, agar Alloh tomonidan bo'lmaganda, boshqasi tomonidan bo'lganda edi, lavajadu fihi ikhtilafan kathira. Bunda judayam ko'p ixtiloflarni topgan bo'lardilar. Shuning uchun Qur'onni oldidan ham, orqasidan ham bir xatolik, kamchilik bugungi kungacha kofirlar topisha olmagan. Va mana bunday Allohning kalomini o'rgangan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini o'rganib, mana bu yo'lda do'stlashgan haqiqiy do'stdir. Allohning yo'lidagi haqiqiy do'st. Bundan boshqa narsalar bilan do'stlashgan insonlar, bular Allohning yo'lidagi do'stlar demaydi. Shuning uchun ya'ni hadisda ham aytadiki, agar do'st tanlamoqchi bo'lsangiz, falyanzur man yuxolib. Ya'ni nazar qilinglarki, kimni do'st tutasizlar o'zingizga. Shuning uchun Allohning yo'lidagi do'stlashish juda ham bir tomondan og'ir, juda ham og'ir. Siz bir xatolik qilasiz, kamchilik qilasiz. Bu birinchi o'rinda bu Allohning dini turadi. Sizni birodaringiz da'vat qiladi. Xatoyingizni aytadi. Birodar, mana bu ishing xato. Mana bu ish bilan sen ya'ni Allohning oldiga osiy bo'lasan. Bu bizni Alloh uchun do'stlik degan narsamizga bu qarshidir.
Ya'ni boshqa xalq tili bilan aytganda, do'sting achitib gapiradi degandek. Shuning uchun do'st achitib gapirsa ham do'sti foydasi uchun gapiradi. Uni yomon ko'rganligi uchun emas. Xuddi misol uchun ota-onamiz bizni uradi, qattiq gapiradi, lekin bizni kelajagimiz yaxshi bo'lishligi uchun. Ammo ular bizni yomon ko'rmaydi. Shuning uchun ammo soxta do'stlar bo'lsa, sizga hech qachon indamaydi, qattiq gapirmaydi, xafa qilib qo'yaman deydida, siz botloqni ichiga botib ketsangiz ham uni, ya'ni o'sha bozori yurayotgan bo'lsa, farqi yo'q. Siz qaysi holatda bo'lsangiz ham uni bozori yurayotgan bo'lsa bo'ldi. Na'uzubillah. Bunday do'stlar haqiqiy do'st emas. Shuning uchun Allohning yo'liga do'stlashish judayam bir tomondan insonlarga og'ir, ikkinchi tomondan fazli judayam katta. Bunga hatto anbiyolar ham bu narsani orzu qilishadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo har bir muvahhidga haqiqiy bir qiyomatlik do'stni nasib qilsa, uni hayoti xosatan mana bu bugungi kunda judayam o'zgaradi. Alloh subhanahu va taolo har bir kishiga mana shunday Alloh uchun bo'lgan do'stni nasib qilsin. Va keyingisi, Alloh taolo uni qutqargandan keyin yana kufrga qaytishni olovga uloq tirilishni yomon ko'rganidek yomon ko'rish. Albatta inson kufrni oqibatini bilsa, inson kufrdan qaytsa, shirkdan qaytsa, oqibat jahannamga ketishligini bilsa, shunchalik qaytishlikni yomon ko'radi. Misoli, dunyoda bir inson bir olovga qaytishlikni xohlaydimi? Xohlamaydi albatta. Yomon ko'radi. Kuyaman deydi. Ammo bu kufrga qaytishlikda ana shu olovga tushishlikdaqa yomon ko'rish. Ana shu narsa agar insonning qalbiga joylashsa, mana bunday inson iymon halovatini tatigan deyiladi. Mana bunday inson iymon halovatini tatigan desa bo'ladi. Barakallohu fikum. Va kimda kim Alloh subhanahu va taolo uchun yaxshi ko'rsa, Alloh subhanahu va taolo uchun yomon ko'rsa, man ahabba lillah va abghada lillah va a'ta lillah va mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Kimki Alloh uchun yaxshi ko'rib, Alloh uchun yomon ko'rsa, Alloh uchun ya'ni bersa, Alloh uchun man qilsa, dar haqiqat uni iymoni, ya'ni faqad istakmala al-iman, iymoni komil bo'lgan insondir. Akhrajahu Abu Dawud va sahahahu al-Albani fi sahih Abi Dawud. Raqami 3-jild va 886 raqam bilan zikr qiladilar. Va mana bu yerda bizni ya'ni muhabbatdagi ya'ni oxirgi sharti, 7-sharti, va duo qilamizki, Alloh subhanahu va taolo Allohumma inna nas'aluka hubbak va hubba man yuhibbuk
وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم biz ey Allohim inna nas'aluka hubbak sendan seni muhabbatingni so'raymiz va sen yaxshi ko'radigan kishilarning muhabbatini so'raymiz va har bir amalki seni yaxshi ko'rishingga olib boradigan bo'lsa ana shu amallarni sendan qilishlikni ya'ni so'raymiz. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.